Şonda da etdegende işlevapsizda. Evet. Saat nechida qopdingiz? Saat 5'te kopum. 5'te qopib, mushu xizmat tushib bo'lsizda unerga. O'zingiz ismingizni bir so'rab etsam? İsmim Muhammed. Ha. Anlagansizlar? Ha? Necha yoshga kirgandilar? 96 yaş geldi. 96 yoshga. Mushu temirchilik, mushu hunarini qilayotganda qancha yil bo'ldi? Ben 13 yaş vaktimde kılgını Hüner'i bergendedim. Dadingiz hunaga 13 yosh vaqtingizni bergan. Shundaqda 83 yil bo'ldi-da. Shunda bo'lganmi? Bo'lamdi deb hisoblab 83 yil bo'libdi. 13 yaş vaktimde 40 yıl Hüner'i yürüp geldim. Hisobda mana hisoblab baqsaq 83 yil bo'libdi. Mushu hunarni qilayotgan esa bir hunarni 83 yil qilmoqmi oson emas. Mushu hunaringizni yaxshi ko'ramsiz? Hüner'i yaxshi ko'rmasak bu Hüner'den başka yerga almış kessek oldu şu. Shu. Yaxshi ko'rganlikdan mushu 90 yaş chayga arliqchilik 13 yaş vaqtimizdagi balalik vaqtimizni o'tkazib o'tsakmi 13 yaş vaqtini bir yil o'tgandan keyin mushu Hüner bilan shug'ullanayotgan gapda. Hozir salomatligingiz qandaroq? Salomat yaxshi. Qon besimmi yo'q. Hammasi yaxshi. Yaxshi. O'zingiz mushu hunarni shu bazga urib, bolqa urgan vaqtingizga shu ancha-munchalik sog'lomligingiz paysi bor-da. Ten sağlamlığını saqlash uchun bedenni cheniqtirish. To'g'ri. Beden muskullarını ishiqtirish. Şu hareket, şu muskullarını ishiqtirgandan keyin terlash paydo bo'ladi, anidan keyin usuzluq, qo'zoq ochilgan ish bo'ladi, so'ngra ten sağlamlik bo'ladi. Unda bo'lmay, erib ketdim deb yetib olsangiz, qon ketish yo'q bo'ladi. Qon bir yerda to'xtab qolsa, qon uyidi. To'g'ri. Mushu o'zingiz yolg'iz ishlamsiz? Vallahi bazga urdigan vaqtda bazga kelib urib qo'ydi. Ba'zi chog'da shu bayan biz ko'rgandek, shu xaridalar o'zi tang sizga deyishdi ekanda. Xaridalar menikini qilib bergan. Men bazgani o'zim urib bermay deydi, uradaymiz, urib berdi bazgani. Uramay qolgan yerga ayadalqi urgan temirimizni qo'chab beramiz. Mesela şu tepkili urdu. Azim olan bizim bazgamni uru kim urdu deymiz, urdu. Bol urganımızda kamera oldu. Bazgamni urdu. Yetap bermez ya. Şuna ular rahmet deb odam pulni beradi, rahmet deb bilmanchi beradi. To'g'ri. Endi mushu hunarni qilgan jarayonda siz qanchalik shogird tarbiyaladingizmi? O'zingizning shogirdlar bormi? O shogirdlar shu korxonada ishlagan vaqtimda her ayda adamni yangi ishlab turadigan ish vardı. Şu yangi ishlangan yerda qoldi u. To'g'ri. Uydagilar bormi? Uydagilar bor. Cho'ng opamiz. Bor. Qancha bolangiz bor masalan shu? Hadi 4 o'g'il, 6 qiz var. 4 o'g'il, 6 qiz. 10 bolangiz bor ekanda? 10 bola var. Anchami yo'qlab turyotamdi. Ular har qaysi uyini o'zi boqadi, o'ziniki ishini. Mushu hunarni davomli qilib tursizki, "Valloh qilmang bo'ldi. Dada qilmang demanda sizga" dedim. Bazga urdigan ishni qilma deydi. Bazga urdigan ishni andaman chiqib qoldi, urib qo'ysang bo'ldi, qolganini o'zim qilib olaman deydi. Biroq o'zingiz salomatligiga harakat qilib tursam salomat bo'laman deb shunga siz nima qilib tursizda buni? Shu. Buni qilib turmasam o'zim zerikib qolaman. Ish push bo'ladi. Yani uyda ayollar baka o'tdag'icha ana qilib o'tanglar, mana qilib o'tanglar deb ayollardan sevgi o'rganib qolaman. To'shikda oshi chiqarlarni. To'g'ri. U sevgi o'rganlikdan qutulish uchun do'konga chiqib olaman. To'g'ri. Ben dükkanda ben tok-tokla kıysam, o açtamak itilan sevgi o'rganlik o'zini qilib turibmiz açtamakni. Hiç baka o'tasam, shundan to'kib o'tanglar deydi. Uni to'kib beraman. Oy abi, men süt tugab beraman deydi. Ona qilmasam meni bo'lmaydi. Ochitdi, men baka o'tagani bo'ldi, qilib deydi. Şu sevgi o'rganlikdan qutulish uchun dükkanda o'tirib ish harakatni qilsam, hammasi o'z joyida ekan o. Ma do'konda nechilik kirim yoritasiz? Mushu do'konda mesela bir kunda. Bir kunda bu do'konda bo'ldi. Kelgan chaqda bir viloyatga bo'lib qoldi. Kelmagan chaqda
5-6 koy, 5 koy bo'ladi. Tabiatim bilan 20 koy pul atib. Shu. Bo'ldi, shuni bilan kech bo'ldi. Bak yaxshi chiroyli turibsiz, shunda timan turibsiz. Salomat bo'ling har vaqt. Tiningiz sog'lom, o'zingiz ishlaringiz Tan saqliq salomatligimga kepillik qilayotgan bu ish. Hunarda? Hunar. He. Ben hozir bunda gap qilsam, hayli anglab qolmasin. Bana bir terim adam qash qilib yugurib oldin bo'lib kelg'ash olsun, urib o'rgatalayman. Kuchimiz banka ravros abaytimiz bazgan biz uranmaymiz bu bazganlarni. 96 yosh kirib turibmi yana? Yosh bolalardanmi betarek menda kuch qudrati bor-da, mana shu kuchi bor deb sizga shunchalik amra qo'yib qoldi. Hozir hammamiz amra qo'yib qoldik sizdan shu paranglashqis kelyapti. Shundaqmi? Hamisha kelib, shu do'ngmalda cho'dadimizniki tukini kelib bir paranglashib, mungdishib, ancha-muncha ishlar bo'lsa, tang bazga urishib bersanglar, yaqtimaydi tamishlar. Mungdishib olganlar qilib qoldi. 96 yoshga kirib, 83 yil bundan qilmoqmi oson emas. Qaraqangi yilidan hozirgi yilini hisoblab qo'yma qancha yil bo'ldi. Qaraqangi yili. 40 yildan hozirgacha 50, 60. Tamam 50 dan yo'q. 40dan 50. Onu bir de hesaplayınca 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 83 yıl oldu. Kaç oldu? 83 yıl. 83. Benim aldığındaki 13. 13 yıl gelmiş şu 96 yaşta. 96 yıl. 96 oldu mu? Ben diyelim doğru oldu mu? Doğru ki. Hata olmagandı o. Doğru. Ben şunu doğrulap, şu doğru hatalıkını uqsun dep şunu dap koy. Doğru ki. 96 yıl. 13 yaş vaqtidan tatib hunarga akirib birtdika. Dadisi akirib birtdika, hozirgacha 83 yil hunar qilib, hozirgacha mana shu bazg'allarni biz uranmaygan bazg'allarni cho'ng dadimiz urib, mishada boshqalarniki shu har xil ishlar bo'lib qolsa tan qilishib, yordam qilib qilib Adam nasıl yeni bir paran qilmayman ekan. Odam tug'ilgan aman kerak bo'lgan jabduq saymanni yasashni bilgandan bolam. Odam tug'ilgan aman sana ehtiyoj shudu dedi. Nimaga ehtiyoj shudu sana desam, odam tug'ilgan amalla odamning kindikini kesadigan ish chiqadi. Qaytib ketdi. Adam tug'ilgandikilam odamning kindigini kesadigan ish chiqadi. Xochni kesadi. Xoch bo'lmasa pichoqni kesadi. Pichoq bo'lmasa ustul bo'lsa kesadi. Tig'ni kesmasa bo'lmaydi. Hayvon odamning kindigini pichoq tig'ni uzsa, hayvon tishlab uzadi. Ama shunday ish. Yani şu dese yana tug'ilib odam xirib holidan ketkichilik pichoq chaydi, palti chakab, hari o'lbol ketman guydak, o'yga ishilgan laqshiga mushu turmush tuni jabduq saymanli bilan shug'ullandi odam. Shuni yasashni bilgandan bola. Shundan tugamaydi seni. Haqning rahmatidan holi emassan. Ko'pchilik rahmat deb turdi sana. Hadi ben bazağı basam, ematümeyde yanımda kozuk yasap yapıyorum. 5 koydan alıyorum. İstanbul'da, hem de kalabalıkta kozuk var. Aynı bu, bak Ali eline. Epeysen kanca 5 koydum, kakama 5 koydum. Ben 1 metre tömeyken, 1 metre tömeyde 5 çıktı. 5 çıktı, anda halkı tönküdün, bir dal ülkütü koysak, ipni bağlaplar bağlı. Yayı xeqib bağlap qo'ydi. Yayı xeqimiz tamoq xeqib tamoq bağladı. Tamoq xeqib o'tib bağlap qo'ydi. Bo'lmasa bir yog'och temishni ko'mib, yog'ochga bağlash lozim bo'ladi. Mana seninki jabduq saymoning bütün hayvonotlardan tatib odamga tatib hammaga kerak bo'ldi. O'qunishliq, ma'lumotli odamga odam. 90 yoshgacha o'libdi. Rahmat. Sizlar shunda payz mungdishib oldik. Boshqalarmi, ko'rayotganlarmi tang sizning parangizni anglab, sizning shu qavatga ishingizdan azroq bo'lsinmi bir narsani bir his qilsa degan umiddamiz. Rahmat. Xayr xo'sh.